To'g'ri nechaga kirdingiz? 80ga keldim. 80ga kirdingizmi? Hali yosh ekansiz. Ha, yoshman. To'xtalib ota, o'zi ham o'zgandi eng chiroyli joyda yashaysa ekanda, qarang. Birovga aytsa o'rgan bo'ladi bu boshqa yerlarda. Mana qarang, juda ham chiroyli yer. Marg'ilondan bundan bir oycha bo'ldi. Bir oycha bo'lib bo'lmadi. Ikkita mashinada ketdi birodarlar. Internetda ko'rib, sizni shu odamni o'zini ko'raylik. Shu odamdan gapini eshitib kelaylik deb atay keldik. To'g'ri, kelinglar demasam deb ichkariga kirdim. Akirubdan keyin aytib bering deydilar. Ha, bo'pti, aytib beraman dedim. Jannatga shashiring, jannatning kalitiga shashiring. Kimda kim tahorat bilan yursa, kimda kim tahorat bilan yotsa, o'tgan joyi masjid bo'lar, uyqusi namoz bo'lar. Og'am nafasi tasbih bo'lar deydi birodarlar. Hatto uyqumizda ham tahoratimiz tasbih aytib turar ekan. Yashang ishni